Bu voqea butun Germaniyani larzaga soldi. Oddiy bir viloyat shifoxonasida ishlaydigan hamshira erkak yillar davomida bemorlarni tizimli ravishda o'ldirib kelganini tasavvur qiling va hech kim buni payqamagan. U shunday harakat qilardi. Bemor reanimatsiyaga tushadi. U esa bemorga kuchli dozali dorini yuboradi va natijasini chetdan qarab kutib turardi. Agar bemorning yuragi to'xtasa, u darhol harakat qilishni boshlab, uni muvaffaqiyatli qutqarib, bundan qanaqadir kayf olardi. Ammo ba'zi bir hollarda mo'jiza yuz bermasdi. Bemor vafot etardi. Va bu qanaqadir triller yoki Netflix kinolari emas. Bu real hayotda qayta va qayta takrorlangan holatlardir. Bugun biz siz bilan o'lim farishtasining qorong'u tarixiga nazar tashlaymiz. Bu Parvoz kanali, siz bilan Talat Mahmudjonov va biz videoni boshladik. Nils Shogel butun Germaniya tarixidagi eng ko'p odam o'ldirgan serialli qotil sifatida ma'lum. U intensiv terapiya bo'limida hamshira bo'lib ishlagan va hamkasblarining ishonchidan foydalanib 5 yil ichida kamida 85 nafar bemorni o'ldirgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, haqiqiy qurbonlar soni 300 nafargacha yetishi mumkin. Bu tibbiyot xalati kiygan o'lim farishtasi edi. Mana bu kiyib. Bu tibbiyot xalati kiygan o'lim farishtasi edi va u o'zini xuddi xudodek tutardi. Kim yashashi, kim yashamasligini hal qilardi. Qanday qilib o'nlab kutilmagan o'limlar yillar davomida shunchaki tasodif deb hisoblangan? Va nima uchun uning hamkasblari va shifoxona rahbarlari bu vaziyatlarga ko'z yumib kelgan? Nils Shogel Germaniyaning shimoliy-g'arbida tug'ilgan. Uning oilasi oddiy edi. Otasi hamshira, buvasi ham tibbiyot xodimi, onasi esa yurist yordamchisi bo'lib ishlagan. Oilada 2 nafar farzand, Nils va uning kichik singlisi bor edi. Shogel bolaligidan otasining izidan yurib, tibbiyot sohasiga qiziqish bildirishni boshlagan. Uning yaqinlari u hech qanday qonunbuzarchiliklar, hech qanaqa og'u, hech qanaqa bir yomon vaziyatlar bilan eslamagan. Balkim uni tabiatdan bosiqroq inson sifatida eslashadi. Ammo yillar o'tib, u bunaqa odam bo'lishini kim o'ylabdi deysiz? 22 yoshida Nils hamshira sifatida ish boshladi. U Aldenburg shahridagi kardioxirurgiya klinikasining intensiv terapiya bo'limiga ishga joylashdi. Yosh mutaxassis o'zini faol va ishonchli xodim sifatida ko'rsatdi. Tez moslashdi va favqulodda holatlardan qo'rqmasdi. Hamkasblari uni sovuqqonligi va bemor hayoti bilan o'lim orasida turgan paytda aniq harakat qilish qobiliyatini yuqori baholashardi. Shogel go'yoki reanimatsiyada ishlash uchun tug'ilgandek edi va u bu roldan juda ham katta zavq olardi. Shaxsiy hayotida Nils barqaror insonga o'xshardi. Go'yoki 28 yoshli muvaffaqiyatga erishgan erkak. Oilasi bor, farzandlari bor, uni hurmat qiladigan hamkasblari bor. Ammo namunaviy hamshiralik ortida xavfli ego yashirilgan edi. Aldenburgning qadimiy universitet shahridagi klinika Nils himoyasiz bemorlarga ilk bor yaqinlashish imkoniyatiga ega bo'lgan birinchi joyga aylandi. Aynan shu yerda uning jinoiy uslubi shakllana boshladi. Keyinchalik hamkasblari eslashicha, Shogel intensiv terapiya bo'limiga kelgandan ko'p o'tmay g'alati holatlar ko'paygan. Bemorlarning ahvoli hech qanday aniq sababsiz keskin yomonlashardi. Shifokorlar harakat qilganiga qaramay, ko'plab bemorlar vafot etgan. Dastlab bu fojialar tasodif deb hisoblangan. 2021-yil bo'lim rahbariyati xavotirga tushdi. Avgust oyida esa shifokorlar va tibbiyot xodimlari yig'ilish o'tkazadi. Ma'lum bo'lishicha, tanqidiy holatlarning 58% aynan Shogel navbatchilik qilgan paytlarda sodir bo'lgan. Nils ta'tilga ketgan vaqtda esa bo'limdagi o'lim holatlari keskin kamaygan. Bu vaqt davomida faqat 2 bemor vafot etgan. Oldin esa o'limlar soni o'nlab bo'lgan. Bu katta farq muammo og'ir bemorlarda emas, balki kimningdir ularga ko'rsatgan parvarishda ekanini ko'rsatib turardi.
Shogel ushbu majlisda o'zi ham qatnashgan va yillar o'tib tergovchilarga aynan o'sha payti juda ham qo'rqib ketib, qora terga botganini ma'lum qilgan. U o'zini fosh qilindi deb o'ylagan, ammo hamkasblari unga qarshi to'g'ridan-to'g'ri ayblov qo'yishmagan. Shunga qaramay Shogel ustidan shubha allaqachon paydo bo'lgan edi. 2001-yil kuzida uni kardiya reanimatsiya bo'limidan anesteziologiya bo'limiga o'tkazishdi. Balki shu bilan rahbariyat uni og'ir bemorlar yonidan uzoqlashtirmoqchi bo'lgan. Ammo ortiqcha shov-shuv qilmaslikka qaror qilishgan. Oxir-oqibat shifoxona rahbariyatining sabri tugadi va Shogelga tanlash imkonini berishdi. Yoki ishdan bo'shab 3 oylik maoshini saqlab qolish yoki pastroq lavozimga o'tib bemorlarni katalkada tashish. Bu ultimatum bekordan bekorga qo'yilmagan edi. Chunki shu vaqtga kelib Shogelning bemorlari orasida juda ham tushuntirib bo'lmas yurak to'xtashlari ko'p kuzatilayotgan edi. Boshqacha qilib aytganda, rahbariyat uni o'limlarga aloqador deb gumon qilishgan, ammo ishni tinch yo'l bilan yopishni afzal ko'rishgan. Tabiiyki, Nils Shogel birinchi variantni tanlaydi, yaxshi tavsiyanoma bilan ishdan bo'shashni. Rahbariyat esa va'dasini bajaradi. Tergov boshlash o'rniga unga juda ham ijobiy tavsiyanoma beriladi. Unga ko'ra, Shogel mustaqil, ishonsa bo'ladigan va qaltis vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qiladigan shifokor sifatida maqtanilgan. Eng qizig'i, shubhalar haqida umuman hech nima deyilmagan. G'alati o'lim hodisalari tubdan ko'payib ketganligi haqida esa umuman hech qanday ma'lumot berilmagan. Aksincha, hamkasblari shifoxonalarga telefon qilib, Shogel qanday zo'r shifokorligi haqida maqtovlar bergan. Ammo bunday o'ylab qarasangiz, tabiiyki bu yerda ular eng yovuz qotilni maqtab boshqa shifoxonaga, ya'ni yangi qurbonlar yoniga jo'natayotgandek tuyuladi. 2002-yil dekabrida Nils Shogel Delmenhorsk shahri shifoxonasiga ishga joylashdi. Yangi ish joyida uni qimmatli mutaxassis sifatida kutib olishdi. Chunki Aldenburgdan juda yaxshi tavsiyalar kelgan edi. Boshidanoq hamkasblari va rahbariyat unga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishdi. Hamkasblari unga hurmat bilan munosabatda bo'lishardi. Hech kim chiroyli tashqi ko'rinish ortida allaqachon shakllangan qotil, o'lim farishtasi yashirilganini bilmasdi. Reanimatsiyada erkin harakat qilish imkoniyatini qo'lga kiritgach, u to'liq yana faoliyatini boshladi. Uning usuli juda ham oddiy edi. U keksa yoki o'limga yaqin turgan bemorlarni tanlardi. Sababi ularning o'limi katta shubha uyg'otmasdi. Afsuski, o'sha paytlari bunday tahlil qilish imkoniyati bo'lmagan. Shunga qaramay, hamkasblari shubha qilishni boshlashgan va vaqti bilan har xil mish-mishlar paydo bo'lgan. Nils navbatchilik qilayotganda odamlar ko'proq o'lishi boshladimi? Tipa shunaqa gaplar. Qizig'i shundaki, o'lim farishtasi bo'yicha dastlabki tekshiruv shifoxona dorixonasidan boshlangan. Farmatsevtlar reanimatsiya bo'limida ayrim dorilar sarfi g'alati tarzda oshib ketganini payqashgan. Ammo bu signallar faqat gap so'z darajasida qolib ketgan. Avvalgi ish joyida bo'lgani kabi, bu klinikada ham hech kim bu muammoni boshida oshkora qilishni xohlamagan. Chunki klinikaning obro'siga putur yetish mumkin edi. Tasavvur qiling, agarda qaysidir klinikada seriyali qotil bor ekan desa, siz o'sha klinikaga keyinchalik borarmidingiz? Albatta yo'q. Shuning uchun ham bu yerda ham eski klinikada ham bu muammoni oshkora qilib, tergov boshlab, gap so'z qilib niyatlari bo'lmagan. Tabiiyki, kimdir xato qilib, begunoh insonni ayblashni xohlamagan, kimdir esa uni orqasidan kuzatishni o'ziga erk ko'rmagan. Bilasizmi yo'qmi, nemis kasbiy madaniyatida kimdir ishiga aralashmaslik tushunchasi juda ham kuchli va bu Shogelga juda ham qo'l kelgan. Professor Karl Bayden fikriga ko'ra, klinikani obro'sini saqlash bemorlar manfaatidan ustun qo'yilgan. Natijada Shogel rahbariyatni bunaqa holatlarga ko'z yumganini ko'rib, u o'z ish faoliyatini davom ettiravergan. 2005-yil yoziga kelib, Nils bu yerda 2,5 yildan ortiq vaqt ishlashga ulgurgan edi. Balki uning muvaffaqiyatlari yana davom etardi. Ammo 24-iyun kuni sodir bo'lgan voqealar zanjiri aynan shu qotilliklar seriyasiga nuqta qo'ydi.
O'sha kuni kechqurun reanimatsiya bo'limi navbatchi hamshirasi o'pka operatsiyasidan keyin tiklanayotgan bemor palatasiga kirdi. Palatada uni kutilmagan manzara kutib turardi. Bemor yonida Nils Shogel turgan edi. Holbuki bu bemor uning qaramog'ida emasdi. Bundan tashqari, bemorning hayotiy funksiyalarini ta'minlovchi apparatlar o'chirilgan edi. Yonidagi stolcha ustida esa noma'lum doriga tegishli 4 ta bo'sh ampula yotardi. Hamshira bu dori bemorga umuman tayinlanmaganini bilardi. Shubhalangan hamshira darhol navbatchi shifokorni chaqirdi. Shu bilan birga bemorga qanaqa dori jo'natilganini bilish maqsadida qon tahlili ham olindi. Ertasi kuni qon tahlil natijalari yetib keldi. Tahlil natijalariga ko'ra, bemorning qonida yurak dorisining o'ta kuchli, o'limga olib keluvchi darajadagi ko'p dozasi aniqlangan. O'sha kunga kelib bemor afsuski olamdan ko'z yumgan edi. Hamshira va shifokor uchun hammasi ravshan bo'ldi. Ularning shifoxonasida qotil harakat qilmoqda. Ular darhol politsiyaga xabar berishdi. Shogelni zudlik bilan ishdan chetlatish kerak edi, ammo hayratlanarli tarzda unga smenani oxirigacha ishlab chiqishga ruxsat berildi. Ehtimol klinika rahbariyati ayblovlarga to'liq ishonmagan yoki xavf darajasini anglamagan. Tekshiruv davomida mojaro chiqarmaslikka qaror qilindi va Shogelga smenasi tugaguncha ishlashga ruxsat berildi. Bunaqa muloyimlikdan foydalangan Shogel smenasi tugaganigacha yana bitta ayolni o'ldirishga ulgurdi. 2 kun o'tgach Shogelni o'zining ish joyida qo'lga olishdi va 5 yil ichida davom etgan bu qo'rqinchli, dahshatli qotilliklarga barham berildi. O'sha kungi voqealar hamkasblarining xatolari va hatto beparvoligi qanday qilib Shogelga bemalol qotillik qilish imkonini berganini yaqqol ko'rsatib berdi, deydi tergovga rahbarlik qilgan Arne Schmidt. Haqiqatan ham bunday o'ylab qarasangiz, hamkasblari uni o'sha kuni palatada ko'rib qolib, puzzle yig'ib bo'lgan edi. Lekin shunga qaramay, unga yana smenasini tugatgungacha ishlashga ruxsat berilgan. Natijada u yana bitta odamni o'ldiryapti. Aynan mana shunaqangi ikkilanishlar va kechikishlar tufayli oq xalat kiygan shifokor yillar davomida qotillik qilib kelavergan. Politsiya signal olgach tergovni boshladi. So'roqlar davomida Shogelning hamkasblari birin-ketin shubhali holatlarni eslay boshladi. Bemorlarda asoratlar ko'payishi va to'satdan o'lim holatlari. Barcha voqealar bir-biriga ulangach, hammasi oydinlashdi. Ular shuncha vaqt seriyali qotil bilan yelkama-yelka ishlab kelishgan. Shuningdek, avvalgi ish joyidagi tekshiruv ham qayta ko'tarildi. Shifoxona 2002-yili shubhali tarzda Shogelni ishdan ketganligi haqidagi ma'lumotlarni huquqni muhofaza qilish organlariga topshirdi. Tergovga prokuratura ham qo'shiladi. Sababi Shogel ikkala klinikada ham qotillik qilgan edi. 2005-yil oxiriga kelib qurbonlar soni o'nlab ekani ma'lum bo'ldi. Ammo hayratlanarlisi shundaki, dastlab Shogel qotilliklarda ayblanmagan. Sud faqat uni qo'lga tushirgan holatni 2005-yil 22-iyundagi bemorni o'ldirishga urinish epizodini ko'rib chiqqan. Ehtimol tergov boshqa holatlar bo'yicha yetarli dalil topishga ulgurmagan. Shuning uchun avval eng aniq fakt bo'yicha sud qilishga qaror qilingan. 2006-yil dekabrga kelib Nils Shogelni odam o'ldirishda urinish aybi bilan 5 yil qamoq jazosiga tayinlandi va yana 5 yil ushbu sohada ishlashdan chetlashtirilgan. Prokuratura bu jazo unga juda ham yengilligini aytib, apellyatsiya topshirdi. Natijada uni 5 yil emas, 7,5 yilga ozodlikdan mahrum etishdi. Suddan keyin politsiya tekshiruvni to'xtatmadi. Ular tergovni yana davom ettirishdi, chunki hali ko'plab savollarga javob aniq emas edi. 2017-yil esa bemorlarning o'limi bilan bog'liq bo'lgan 200 dan ortiq holatlar yana qayta ko'rib chiqildi. Rasmiylar ochiqchasiga shunday bayonot berishdi. Isbotlangan holatlar bu shunchaki aysbergning uchidir. Avgust oyida politsiya fikricha Nils kamida 90 ta o'lim uchun javobgar ekanini ma'lum qildi. Shu jumladan avval sudlangan 6 ta holat ham bor edi. Bu raqamlarni eshitgach Shogel faqat bosh chayqagan. U ayrim holatlarni tan olgan, ayrimlarini eslay olmasligini aytgan. Ammo ularga aloqador bo'lishi mumkinligini inkor etmagan. Noyabr oyida taxminiy qurbonlar soni
106 nafargacha oshirildi. Nils Shogel ustidan 3-sud 2018-yil oktyabrda boshlandi. Sud zali esa avval halok bo'lgan insonlar qarindoshlari bilan to'lgan edi. Sud juda ham sinchkovlik bilan olib borildi. Har bir o'lim holatlari sinchkovlik bilan alohida ko'rib chiqildi. O'nlab guvohlar, ekspertlar, shifokorlar va uning hamkasblari so'roq qilindi. Sud boshlanishidan oldin sudya halok bo'lganlar nomiga 1 daqiqalik sukut saqlashni so'radi. Sudya bu sudning asosiy maqsadi yaqinini yo'qotgan oilalarga javob berish ekanligini ta'kidlab o'tdi. Ko'plab qarindoshlar uchun bu juda muhim edi. Nihoyat ularning qayg'usi rasman tan olindi va nima sodir bo'lganini eshitish imkoni paydo bo'ldi. Matbuot ta'kidlashicha, bu safar Shogel gapira boshladi. Agar avvalgi sudlarda u sukut saqlagan bo'lsa, bu gal savollarga javob berishga rozi bo'ldi. Ehtimol, u allaqachon umrbod qamoq jazosini olgani uchun yo'qotadigan hech narsasi qolmagandi. U aybini qisman tan oldi. 40 ta o'limda o'zini aybdor ekanligini va qolgan o'limlarda nima bo'lganini eslay olmasligini ta'kidlab o'tdi. Ma'lum bo'lishicha, Shogelning ayrim hamkasblari oxirigacha o'z xatolarini yashirishga harakat qilishgan. Sudya ba'zi sobiq tibbiyot xodimlarini o'zlarini oqlash uchun yolg'on ko'rsatma bergan bo'lishi mumkinligidan shubhalandi. Natijada 8 nafar xodimga nisbatan yolg'on ko'rsatma berish va beparvolik bo'yicha alohida jinoiy ishlar qo'zg'atildi, chunki ularning harakatsizligi bemorlar hayotiga zomin bo'lgan. Sud jarayoni yakuniga yaqin Nils Shogel kutilmagan bayonot berdi. 2019-yil 6-iyun hukmdan oldin unga oxirgi so'z imkoni berildi. Shu payt u to'satdan qilgan ishlaridan afsuslanishni ta'kidlab o'tdi. Sud 85 nafar insonning qotilligi va bir nechta qotillikka urinish holatlarini isbotlangan deb topdi. Nils Shogel hayotida 2-marta umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu voqea nafaqat o'zini xudodek bilgan insonning ichki muammolari, balki inson hayoti buyuk qadriyat bo'lgan joydagi tizim kamchiliklarni ham ochib berdi. Bu tarix haqiqatga erishish qanchalik muhim ekanligini ham ko'rsatdi. Shogelning qurbonlari qarindoshlari taslim bo'lishmadi va tizimni o'z xatolariga yuz tutishga majbur qildi. Nils Shogel endi hech qachon ozodlikka chiqmaydi, ammo u qoldirgan savollar haligacha o'z javobini qidirmoqda. Shuncha o'limlarni oldini olish mumkinmidi? Tibbiyot xodimlarini xatolarini yashirmaslik jasorati qachon shakllanadi? Aynan mana shu savollarga javob berish bu dahshatli tarixning xulosasidir. Bu voqealar shuni ko'rsatadiki, yovuzlik bo'lish kerak bo'lmagan joyda shifoxona palatasida ham yashirin bo'lishi mumkin. Bunday holatlar boshqa takrorlanmasligi uchun shifokorning nafaqat yuqori malakasi, uni oddiy insoniylik, e'tiborlilik va prinsiplari ham zarurdir. Chunki ba'zan nohaqlikni oldini olish uchun aytilgan bittagina so'z o'nlab insonlarning hayotini saqlab qolishi mumkin. Bu Parvoz kanali edi. Videoga like bosishni va izohlarda fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Ko'rishguncha.